shunday bo'lgandir. Siz hozirdan xodimlaringizga yaxshi munosabatda bo'ling. Oylik maoshlarini oshiring, ta'til bering. Shunda tezda tuzalasiz. Ushla. Bu nimaga? Oyog'imni sindirishing uchun shunga berdim. Yo'q, meni noto'g'ri tushunibsiz. Men shunchaki bu videoda xodimlarga yaxshi munosabatda bo'linglar deyilgan. Demak, oyog'imni sinishini xohlayapsan. Qani bo'l, shu joyiga ur. Yo'q, men sizni oyog'ingizni sindirishni xohlamayman. Qani bo'l, ura qol. Axir men ur dedim. Bashiring qursin, non ko'r. Ronja opa, meni noto'g'ri tushundingiz. Iltimos, meni kechiring. Ronja.